Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda ona bola sigir ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan sizlar uchun ona bola sigir mollarini chiqarishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga seshanba 2026-yil 24-mart sanasida turibmiz akalar. Bugungi 3 bosh ona bola sigirlarimiz bor akalar. Sizlar uchun bir qator ma'lumotlarni berishlikni boshlaymiz. Aka-ukalar, bu mollarimizni yeb ichishi zo'r, tanajoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q. Hamma joyga yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga garantiyasini beramiz. Mana jonivorlar ko'vishlarni qaytarib turibdi. Hammasini og'zida mana saqichlari bor akalar. Yeb ichishi zo'r, tanajoni sog'lom mollardir. Dastavkasiga o'ylanmaysizlar, vodiy bo'ylab besplatni akalar. Mana hammasi kavishini qaytarib, xotirjam turibdi, joning sog' bo'lgunlar. Xo'p, yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga garantiyasini beramiz. Havodan yuqadigan kasalliklarga garantiyasi yo'q. Boshqa hamma joyga garantiyasi bor akalar. Sizlarga bo'lmasa ko'p kutilmagan holatda mollarimizni ma'lumotini berishlikni boshlaymiz. Xo'p, aka-ukalar, bu molimizni bo'yi 1.18. Mana bolasi novvos. Buqacha. 3-bolasi 19 kunlik yo 18 kunlik bo'ldi akalar. Bolani ham pachkaligini qaranglar. Mana. Joning sog' bo'lgunlar. 8 ta 3-bolasi akalar. Bosim netmagan 8-sini endi chiqaribdi. Yuvoshliklari yuvosh. Bu molimizda akalar 8 litr suti bor. 6 litrga beraveraman. Mana sog'ilish jarayonlari akalar. Hamma yilini butun ishlaydi, xudo xolasa. Yedirilmagan hozir. Yedirilmaganda ham mana tushishini ko'ryapsizlar. Mana hammasi butun akalar. Xo'p, aka-ukalar, bu molimizning narxi 25 million ozgina kami bor. Bolasi novvos. Xo'p, aka-ukalar, keyingi molimizning ma'lumoti mana bokini qaranglar, joning sog' bo'lgurdi. Bokini hech qanaqa dimlab netilmagan. Mana shu kecha-kechqurun sog'ib olingan holat akalar. Joning sog' bo'lgunlar. Yuvoshligini qaranglar bularni. Xo'p, buni ham 3-bolasi akalar. Tur jonivar, o'zingni ko'rsat. Mana bolasi urg'ochi akalar. Xunojimcha, lekin xunojimcha uncha novvosdan qolishmaydigan pachka. Bolasi 1 oylik bo'ldi. Mana akalar. Onasini bo'yi 1.20. Bu ham 3-bola. Kurash 8-sini chiqargan, 8 kuray bu ham akalar. Mana. Quyosh tushib qolyapti. Shuning uchun iloji boricha chiroyli qilib olyapmiz akalar. Onasini aybicha og'irroq, lekin sutni juda zo'r beradi akalar. 10 litr suti bor. 8 litrga beraveraman bir kunga akalar. Bagi oxirga qarab suti. Mana hamma yilini butun. 2 litr, 3 litr qilib qo'yisham o'zlaringni qo'llaringda akalar. 15 litr, 12 litr qilib borisham o'zlaringni qo'llaringda. Bagi suti oxirga qarab akalar. Meni qo'limda berayotgan sutni aytayapman, kesalarni isbotlab sog'ibini beraveraman. Ekma halgisi ertaman kechqurungi sutlarni aytayapman akalar. Xo'p, mana molimizni qaranglar, joning sog' bo'lgur, juda katta narsa. Kavishlarni qaytarishini qaranglar. Bolasi semental akalar. Semental qo'y novvosdan qochgan bu molimiz. Mana bolasini ko'rishlaring mumkin. Bola ham pachka. 9 kunlik bo'ldi bolasi. Joning sog' bo'lgur. Tushi kurak. 1-bolasi akalar. Mana buni ham yuvoshliklari o'ta qovul. Mana akalar. Buni ham hamma yilini butun ishlaydi. O'ng chap tanlab qo'ymaydi. Ipak singan yumshoq yillari. Bu molimizning bo'yi 1.30 akalar, 1.30. Narxiga 28 million kam bor. Kuragini endi chiqaribdi akalar. Kimga yoqsa 95 059 33 36 ga behijolat telefon qilaverasizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Telefonimiz o'chmaydi akalar. Doim mana Xudo xolasa sigirlar bo'ladi, behijolat telefon qilaverasizlar.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Mana joning sog' bo'linglar.